Muborak Ramazon oyining ma'naviy hayotimizdagi ezgulik, shukronalik, mehr-oqibat kabi oliyjanob qadriyatlarni qaror toptirishdagi o'rni va ahamiyati beqiyos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori va xalqimizga yo'llagan tabrigi barcha yurtdoshlarimiz kabi farg'onaliklarni ham ruhlantirmoqda, shukronalikka undayapti. Muborak Ramazon oyining quti kunlarida Farg'ona viloyatining barcha shahar va tumanlarida Ramazon, mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oya asosida kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimiz alohida e'tiborda bo'lmoqdalar. Qo'shtepa tumanidagi Qizilariq mahalla fuqarolar yig'inida ham fayzli tadbir tashkil etildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Farg'ona viloyati vakilligi mas'ullari Nurli Zamin ko'chasi 166-uyda istiqomat qilayotgan Umarovlar xonadonida bo'ldilar. Iftorlik dasturxoni yozildi. Bunday e'tibordan esa xonadon egalarining qalblari nurlarga to'ldi. Mana ikkita farzandim bor. Bir o'g'il, bir qizim bor. 3 ta nevaram bor. Bir o'g'limni uylayman. Xudo xolasa to'ylar qilmoqchiman. Ramazon oyida prezidentimiz ulug' ishlar qilyaptilar. Savobli ishlar qilyaptilar. Biz bundan juda xursandmiz. Bugun uyimizga iftor qilish uchun imom keldilar. Bundan boshimiz osmonga yetib juda xursand bo'ldik. Prezidentimiz sog' bo'lsinlar. Xudoyo bolalarning rohatini ko'rib, umrlari uzun bo'lsin. Bundan ham Xudoyo ulug' yoshlarga yetib yursinlar ilohim. Iftorlik dasturxonida samimiy suhbat qurildi. Insonlari qadrlangan yurtimizda hech kim e'tibordan chetda emasligi alohida ta'kidlandi. Diyorimizdagi tinchlik, xotirjamlik bardavom bo'lishini, xonadonlardan qut-baraka arimasligini tilab duolar qilindi. Ajoyib bir shukuh bilan Mohi Ramazoni sharif kirib keldilar. Xalqimiz, barcha jonajon yurtdoshlarimiz yuzlarida tabassum, bahoriy kayfiyat. Bu yilgi Ramazon oylari alohida bir shukuh barakotga to'ldi. Chunki muhtaram yurtboshimiz Mohi Ramazoni sharif oylarini munosib kutib olish to'g'risidagi qarorlari va hamda buni amaliy ijrosini o'zlari butun jonajon xalqimizga namuna bo'lib, kerak bo'lsa butun islom olamiga namuna bo'lib, juda katta xayriyani, juda katta summa mablag'larni ajratganliklari, ayniqsa boquvchisini yo'qotgan, mehrga muhtoj bo'lgan, jarrohlik operatsiyasi oldida turgan bemor xalqlarimizga mana Ramazon oylarini mehr, muruvvat, saxovat oyi degan so'zimizni shiorni amaliy bir natijasi, amaliy bir ko'rinish. Muhtaram yurtboshimizni ham ko'zda tutgan maqsadlari jonajon xalqimizning roziligi, bir-birlariga bo'lgan ishonch, ertangi kunga bo'lgan shukronalik, kayfiyatini uyg'otish, odamlarimizning qalblariga shu samimiylik, mehr, muruvvatni ulashish kabi mana shunday ezgu ishlarni amalga oshirilyapti. Parvardigor olam yurtimizga kirib kelgan Ramazon oylarini biz o'ylagandan ko'ra chiroyliroq, go'zalroq, shukuhda bo'lishini Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'zaro mehr-oqibat rishtalarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiluvchi Ramazon oyining bu kabi savobli amallarga yo'g'rilgan tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida davom etmoqda.